Bu juda ko'plab elementlar, tartibga keladigan har bir ximik element kuchli konsentratsiyalashgan suyuq oyda namoyon bo'luvchi. Bu oyda ma'lumotlar joylashgan eng boshdan kelgan ajdod genetikasidan tortib, bu ajdod genetikasi eng birinchi mavjudlikdan kelayotgan insoniyatni gorizontal darvozalari birinchi nuqtadagi ajdodlarimiz, hamma mavjudlik nuqtasi. Hozir sizga eslatishyapti. Borliq bu juda aniq va mutlaqo mukammal stansiya ekanligini. Jonli bilimlar, sizga o'tkazib berilayotgan jonli ishtiroki, yuqori oyna, jonli birgalikdagi harakati sizni borliqlaringiz bilan shu o'rinda eslatib o'taman. Yuqori ongli bilimlarda yangi bo'layotgan ishtirokchilar uchun bu bilimlar qayerdandir kelmaydi. Ular nimalarnidir qo'shilishi hisobiga emas yoki nimalargadir qo'shilgan holatda kelmaydi. Yoki u ko'proq trenirovka qilish hisobiga kelmaydi. Ko'proq o'qish hisobiga, ko'proq qaytarish hisobiga kelmaydi. Bu qandaydir affirmatsiya emas, yoki mantra emas, yoki qandaydir bir ibodat shaklidagi so'zlar jamlanmasi emas. Ular mutlaq bunday ishlamaydi. Bu jonli bilimlar, tirik bilimlar. Bu yerda inson ongidagi praktikalar yoqilmaydi, ishlamaydi. Ular jonli ishtirok etadi. Aslida sizni birinchi tabiatingizda. Shuning uchun siz aytasiz, bir koordinatani o'qisam, ikkinchi jumla yodimdan chiqyapti. Darslikni bir eshitsam, qayta eshitganimda bu darslikni eshitmagan deyishdaman. Eslayolmayman umuman deysiz. Bu xuddi shunday, bu yodlab, o'rganiladigan, takrorlab, kirgiziladigan bilimlar emas. Buni yashab o'tish kerak. Bu ongga yashab o'tib kelinadi. Bu tanada yashab o'tish kerak. Olib kelish kerak hayotga bu to'lqinlarni. Hayotni to'ldirish kerak bu to'lqinlar nuri bilan har bir qismini. Inson meditatsiya yoki qandaydir praktika yoki qandaydir nimanidir qattiq bilgisi kelsa, u o'quvchi holatida bo'ladi. Yoki doim nimanidir qidiruvida bo'lsa, uning uchun doim kam bu ma'lumotlar. Doim axborot qidiradi, doim informatsiya, doim bilim qidiriladi. U qidiruvda, lekin ishlatishga vaqt qolmaydi bu paytda. Vaqt bo'lmaydi. U olgan bilimlari orqali ruhlar keladi. Ular chiqishga yo'l qidirishadi. Siz olgan bilimlaringiz orqali.
tinchlaning va anglash kerak. Aslida ruh va siz ruhingiz bir qismi bir-birini. Ular faqatgina bitta narsani qidiradi, ulanishni. Hamma devorlar orqali ruh bilan ulanishni qidiradi. Har bir bilim orqali. Ma'no izlashni, isbot izlashni butunlay to'xtating. Ildiz qayerda, fakt qayerda, ma'no qayerda? O'quvchi pozitsiyasini to'xtating. Bu o'rganiluvchi bilim emas. Bu yodga oluvchi bilim emas. Bu xotira, jonli yozuvlar. Demak, ularni faqat eshitish orqali bu to'lqin chastotasini uyg'unlashtirish kerak bo'ladi. Sizning to'lqinlaringiz bilan. U eshitilish orqali uyg'unlashadi va uyg'otadi. Kerakli to'lqinlarni aktivlashtiradi. Siz uyg'onishingizga javob beruvchi miyani kerakli funksiyalarini. Va bu eshitishlaringiz davomida qanchalik ko'p eshitsangiz, shunchalik ko'p ulanishda bo'lasiz. Lekin o'ziga xos tomoni shundaki, bu bilimlar sizni miyangiz qismlarini naqadar chuqur uyg'otishi muhim bo'lsa, demak sizni harakatingiz shu muhimlik qadar hisoblanadi. Ya'ni asl bilimlar, jonli bilimlar insonni miyasini qismlarini uyg'otar ekan, birovni o'zida kosmik miyaga ulaydi. Va bu paytda yerni his qilgisi kelmaydi insonni. Ma'lum bir nuqtaga kelib, o'sha yerda qolgisi keladi. O'sha yerda to'xtagisi keladi. Va shu onda yerdan uziladi. Yer tilida bu to'xtab qolish, turib qolish deyiladi. Yoki qattiqroq qilib tushuntirilsa, yerni inkor qilish deyiladi. Va shu joyda to'xtash boshlanadi. Va bu anglatadiki, siz olayotgan initsiatsiyangiz bittasidan ikkinchisiga o'tolmay qolasiz degan. Bittasini kuchdan ikkinchisini kuchiga o'tolmay qolasiz. Perexod to'xtaydi, o'tish to'xtaydi. Siz qidiruvda to'xtab qolgan paytingizda, siz yuqorida to'xtab qolgan paytingizda, siz yerni inkor qilgan paytingizda, siz bu to'lqin orqali, bu chastota orqali namoyonlikni inkor qilgan paytingizda, yerdagi missiya unutilgan paytida, siz bitta to'lqindan ikkinchi to'lqinga perehodni to'xtatasiz shu paytda. Bu to'xtash deyiladi. Qanchalik yuqoriga ko'tarilish muhim bo'lsa, shunchalik realizatsiya muhim. Hayotda, turmush tarzida, ish faoliyatida, salomatlikda, hayotingizni har bir jabhasida. Va shugina sizni yuqoriga chiqib ketadi. Faqat shugina sizni ketma-ket perehodingizga asos bo'lib beradi. Bu bo'lmagan paytda turib qolish kuzatiladi. Va shu paytdagina siz ko'proq eshita olasiz darslarni. 3 marta, 5 marta, 8 marta kuniga eshita olasiz.
va bu shunday bo'lishi kerak. Agar yer bilan ulanish bo'lmasa, siz bu tempda eshitolmaysiz. Bu tezlikda eshitolmaysiz. Turib qolish borgan sari kuchayadi. Hozir siz vazifangiz faqatgina bularni eshitish, qabul qilish va kerakli to'lqinni o'zingiz orqali, so'zlaringiz, qarashingiz, nazaringiz, harakatingiz orqali siz nimaga teginsangiz, mental yoki jismonan u yerda uyg'onish ketishi. Xuddiki mo'jizaviy palochkani olib bir tekkizib ketayotgandek, siz teginga har joy. Chunki nurga aylanasiz, siz aylanyapsiz. Va bu nur siz ko'zingiz nazarga tushgan har bir joyda porlashi kerak. Va buning uchun siz namoyonlikda bo'lishingiz kerak. Bu eng muhim qism. Mana shunda siz ko'proq eshita olasiz. Bu bilimlarni eshitish, qabul qilish kerak. Bu bilimlar yoqiladi ma'lum bir hajm bo'lgan paytda. Sizni mavjudligingiz, sizni borlig'ingizda o'zini qudratini ko'rsatadi. Ma'lum bir massaga yetgan paytida. Bu massa yig'ilgan paytda ongli fotonlarni o'sha yo'q dunyolarda har bir qirra aks etadi. Bu mavjudotni, bu ongli, bu jonli intellektni. Bu intellekt nimaga tegsa ham yuqori dunyolarda hammasini oltin quymasiga aylantiradi. Bu borliq miyasi. Shuning uchun bugun allaqachon 9-darsda ekanmiz. Sizda ma'lum bir hajm yig'ildi va yurak bilan ayta olamanki, namoyon qilishni boshlang sizda. Yana ham ko'proq, har doimgidan ko'proq. Chunki sizda umuman boshqa funksiyalar yo'qoldi. Miyangizda umuman boshqa potensiallar, boshqa kuchi, boshqa qudrati yo'qoldi. Va bu bilan har biringizni tabriklayman. Sizni nur taratuvchi qudratli asl o'zligingiz namoyon bo'lgan. Nur bilan, sevgi bilan. U teleportatsiya devorlariga yaqinlashganida o'shanda hamma shlyuzlar ochiladi. Unga ishonishadi, tan olishadi uni. Uni bu yerda hamma taniydi. Yuqori dunyolarda. Inson mohiyati uchun bu hamma eshiklar yopiq. Bu yuqori ongdagi holat faqat. Shuning uchun har biringizga tinchlanishingizni so'rayman, xavotir olmasligingizni so'rayman, shoshmasligingizni eng muhimi so'rayman. Bu initiatsiyalarni mantradek, kodlardek qaytarmasligingizni so'rayman, ogohlantiraman. Ana shuning uchun hozircha biz ko'plar bilan bo'lishmayapmiz. Kodlar faqatgina mumkin miyani ma'lum bir holatga yetib borganida qaytarilishi mumkin. Biz siz bilan ma'lum bir o'lchamlarda, masofalarda bo'lganimizda ularni aytganda ular bo'ysunadi, itoat qiladi,
bu kuchlar, o'sha eshitilmas shivirlagan tovush, baxtsizlik piramidalari devor orqasida turgan, namoyon bo'lgan dunyolar chegaralar ortida turgan. Bu dunyoni o'zini chegarasi bor va biz aytayotgan kuchlar bu chegaradan tashqarida va ana o'shanda ishlaydi. Bu hammasi biz hamohanglikda harakat qilganimizda bu yerda. Va hozir men sizlar har biringizni o'zimni elektron maydonlarimga olaman